Assalomualaikum aka ukalar. Tinchmisiz? Hamma tinchmi? Hammani ishlari yaxshimi? Musofirdagi aka ukalar tinchmi? İşleri yaxshimi hammani? Bir jup o'shamu aprelni boshida chiqqan. Baland jo'ja, katta bo'ladigan jo'ja. 4 kilo 800 chiqdimi? Ha, 4 kilo 200 chiqdi. Oldingi chiqqanda 4 kilo 800. Akasi makani 2,5 kilodan ziyodaroq chiqdi. To'yapti makani. Aka ukalar, eng kichik makan eng boshida tug'di. Baland jo'ja. O'sha jo'ja bu bekor chiqilmadik buni hali endi oyog'ini yig'ishtiryapti. Xudo xolasa ertaga qilarmiz, bekor chiqilamiz. Mana bu yerga apelkalarini tashlab, mana bularni ringini ham kuzatdik. Xudo xolasa endi sekin ko'ramiz. Mana gap isboti bilan jo'ja ham ixchi makanni jo'jasi. Makanlarni ham jo'jalaridan sinab ko'ryapmiz. Qop-qora. Tugadigan kimga kerak bo'lsa, mana Xudo xolasa sotamiz. Bu ham baland jo'ja. Xudo xolasa uni ham sotamiz. Aka ukalar. Bu hozir katakdan chiqdi-da, qorong'idan. Soat 12 dan